Mana shu igri yana chiqsa barga sindiriga o'xshab qolgan, g'irt sindir bo'lib yotibdi. Xo'p, bugun birinchi blogerlikni boshlagan haqida gapirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, albatta sizlarga foydali bo'ladi. Chunki men qilgan xatoni sizlar qilmasanglar, mendan rivojlanib ketasiz. Meni iPhone X'im bo'lardi. Yo'q, unaqa X emas. To'g'ri, shunaqa X, lekin u payt unaqa emas edi. Va nechtadir video olgandan keyin videolarning kачествосini yana ko'tarishim kerak edi. Chunki men boshqa darajaga уже mini bloger emas, kattaroq bloger bo'lmoqchi edim. O'zimcha telefonimni, ya'ni gadjetimni almashtirishim kerak edi. Yaxshirog'iga albatta. Bilasizlarmi, eng yomon narsa sotib olishdan ham ko'ra sotish. Nimaga? Chunki yeb qo'yishinglar mumkin. Arzon narx sotib qo'yishinglar mumkin va menda qanaqadir muammolar bo'ldi. Nimaga? Men bozorlarga yugurdim, boshqa narsa juda ham ko'p odamlar meni yo'q qilmoqchi bo'ldi, aldamoqchi bo'ldi, hattoki eng yaqin do'stlarim ham. Oxir-oqibat men bitta insonga judayam arzon narxga afsuski sotib yubordim. Shuni xato qilmasligi uchun, ya'ni yeb qo'ymasligi uchun nima qilish kerak? Bunaqa mango programmasi chiqqan. Bu har yili dasturxoningizga qo'yadigan yoki kasal olib qolganingizda erangizdan yalinib yeydigan mango mevasi emas. Mango ilovasi, programmasi, platformasi, короче, o'shani yuklab olsangiz, sizga eng yaqin bo'lgan hududlardan tovarlar chiqadi yoki eng yaqin bo'lgan klientlar chiqadi. Ya'ni Afrikaga ketib yuborgan piming telefon qilmaydi. Alyosor. Programmaning eng yaxshi taraflaridan yana bittasi, siz o'rtadagi olib sotar, ya'ni dallol bilan emas, aynan klient bilan yoki aynan o'sha tovarning egasi bilan gaplashib, o'sha yerda o'zi hal qilib olsanglar bo'ladi. Qachon va necha pulga olib ketishdi. Shunday ekan, sizlar ham soqib qilmoqchi bo'lsangiz, uylarda любой bekor yotgan narsani shundan olib turib, ilovaga shunday sotib olsangiz ham bo'laveradi. Afsuski ukangizda emas. To'g'ri, u ham bekor yotibdi, no mumkin emas-da.